Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Har doimgidek O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafarjonov Rifatbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, barcha futbol xabarlarini biz bilan kuzatishda davom eting. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. O'zbekistonlik himoyachi Marlen Chapanov Iroq chempionati 29-turning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ma'lumot uchun Arbil safida o'ynayotgan Chapanov yakunlangan turda Al-Qasm bilan bahsda 2 gol urdi va jamoasining g'alabasini ta'minlab berdi 2-0. O'zbekneftgaz futbol klublarini moliyalashtirishni butkul to'xtatadi. Tashkilot Rivaldo oldidagi qarzlarni ham to'lamaydi. O'zbekneftgaz davlat neftgaz kompaniyasi 1-yanvardan futbol klublarini moliyalashtirishni to'xtatadi. Bu haqida 20-aprel kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida kompaniya boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Suhrob Hamrayev ma'lum qildi deb xabar bermoqda Gazeta.uz muxbiri. Mutaxassisning ta'kidlashicha, klublarni moliyalashtirishni to'xtatish jarayoni bosqichma-bosqich emas, balki birdaniga amalga oshirilgan. Bunga qadar kompaniya tomonidan Nasaf, Buxoro, Bunyodkor, shuningdek tizim korxonalari orqali Mash'al va Sho'rton jamoalarini saqlab turish uchun yiliga o'rtacha 200-300 milliard so'm homiylik mablag'lari yo'naltirilib kelingan. Shuningdek, anjuman davomida Bunyodkor jamoasida to'p tepgan braziliyalik sobiq futbolchi Rivaldo oldidagi 9,2 million yevro miqdoridagi qarzdorlik masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Suhrob Hamroyev ushbu qarzni uzish O'zbekneftgazning emas, balki bevosita klubning majburiyati hisoblanishini bildirib o'tdi. Endilikda mamlakatimizda futbol klublarini moliyalashtirishning yangi modeli joriy etilmoqda. Unga ko'ra, Superligada ishtirok etayotgan klublarni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan alohida jamg'arma tashkil etilib, 2026-yilda har bir jamoaga 35 milliard so'mdan mablag' ajratiladi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi Al-Ahli qatorasiga ikkinchi bor final yo'llanmasiga ega chiqdi. Markazlashgan tartibda o'tkazilayotgan futbol bo'yicha Elit Osiyo Chempionlar Ligasining hal qiluvchi pallasi boshlandi. Musobaqaning yarim final bosqichidan o'rin olgan dastlabki uchrashuvda qit'amizning ikki kuchli jamoasi Jiddaning Al-Ahli hamda Yaponiyaning Vissel Kobe klublari o'zaro bahs olib bordi. Murosasiz kechgan bellashuvning birinchi bo'limida yaponiyalik futbolchilar tashabbusni o'z qo'llariga olib hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq uchrashuvning ikkinchi yarmida amaldagi chempion Saudiya Arabistoni klubi iroda namoyish etib vaziyatni o'z foydasiga o'zgartira oldi. Yakunda Al-Ahli Vissel Kobeni 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Eron terma jamoasini Jahon chempionati 2026 da ishtirok etish shartlari ma'lum qilindi. Eron sport vaziri Ahmad Doniyamali milliy terma jamoa o'yinchilarini xavfsizligini ta'minlash kerakligini ta'kidladi. Agar AQShda milliy terma jamoa o'yinchilarining xavfsizligi ta'minlansa, biz Jahon chempionatiga boramiz. Biroq ishtirok etish to'g'risidagi qaror hukumat va Eron Oliy milliy xavfsizlik kengashi tomonidan qabul qilinadi, dedi Doniyamali. Avvalroq Eron, AQSh va Isroil bilan mojaro tufayli turnirdan chiqib ketishini rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ma'lumot o'rnida Eron G guruhida Yangi Zelandiya, Belgiya va Misr bilan o'ynashi rejalashtirilgan barcha o'yinlar AQShda o'tishi kerak. Vladislav Svetlin Elit Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finalida ishlaydi. Bu haqida O'zbekiston futbol hakamlari markazi ma'lum qildi. O'zbekistonlik tajribali instruktor Vladislav Svetlin Elit Chempionlar Ligasi musobaqasining Machida va Shabab Al-Ahli jamoalari o'rtasidagi yarim final bahsida nazoratchi sifatida faoliyat olib boradi. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan eng qiziqarli va muhim xabarlar shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.